Ibrohim aka, bu markazda ishlayman. Sovuq qo'ng'iroqlarni samarali hal qilish uchun nima qilsam bo'ladi? Ba'zida kelisha olmay qolaman. Mana shu sovuq qo'ng'iroqlar bo'ladi. O'dag'aylab ketish holatlari ham bo'ladi. Ko'pincha men ham muomala qilayotganimda qizishib ketadigan holatlarim ham bo'ladi, lekin majbur ham qilib qo'yishadi. Mana shunday holatlarda qanday yechim bera olasiz deb. Manimcha sotuv menejeri bo'lsalar kerak. O'zi sovuq, mana hozir ko'rinyapman. Ha, ko'rinyapsiz. O'zi холодный звонокlar yoki sovuq qo'ng'iroqlar oson emas. Sababi umuman talabi bo'lmagan, qiziqishi bo'lmagan, sizga o'zi qo'ng'iroq qilmagan, sizni вообще qidirmayotgan odamga siz qidirib, aloqaga chiqib, uni qiziqtirib, unga sotishingiz kerak-da. O'sha uchun samaradorlik juda past bo'ladi. Shuni stress juda baland bo'ladi, samaradorlik juda past bo'ladi va qo'pollashish darajasi juda yuqori bo'ladi mijozlar tomonidan. Ularning vaqti yo'q. Birdaniga telefon bo'ldi-da, o'sha paytda ko'targan paytda sizni qandaydir bir xizmatingizni taklif qilyapmiz. Bu yerda juda muhim narsa shuki, suhbatingizni boshida kuchli taklif bilan aloqaga kirishingiz kerak. Agar siz kuchli taklif bilan suhbatni boshidan kuchli taklif bera olmasangiz, prosta telefon qilib assalomu alaykum, biza falon Changching Shun korxonasidan falon ishlar bilan shug'ullanamiz, sizlarga falon yo'nalishda yordamimiz tegishi mumkin degan quruq gaplar bilan aloqa chiqadigan bo'lsangiz, sizni eshitishga ham vaqti bo'lmaydi, vaqtimiz yo'q deydi, ignor qiladi, aloqani uzishga kirishadi. O'sha uchun birinchi o'rinda холодный звонок qilmoqchi bo'lgan, sovuq qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lgan korxona mijozga nima taklif qilmoqchi va bu taklif shunday darajadagi taklif bo'lishi kerakki, mijoz rad etishi qiyin bo'lishi kerak. Bo'lishi mumkin bu narsa bepul narsa bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin bu narsa o'zi qiymati baland narsa, lekin arzonga berayotgan bo'lishingiz mumkin. O'sha bilan diqqatni jalb qilib olish juda muhim narsa. Ana o'sha narsa bilan qiziqtira olsangiz, sizni холодный звонокda birinchi vazifangiz diqqatni jalb qilib qiziqtira olish, aloqani to'xtatmaslik. Ikkinchi vazifangiz qaror qabul qiluvchi odam bilan aloqani o'rnata olish. Misol deylik, telefonni ko'tarsa, qorovul ko'tarishi mumkin, bilmayman, sekretar ko'tarishi mumkin. Sizning vazifangiz qaror qabul qiluvchi odam bilan bog'lanish juda muhim. Bu uchun kuchli taklifni tuzasiz. Ana shu kuchli taklif asosida aloqaga chiqasiz. Aloqa qilish asnosida u kim ekanligini aniqlab olasiz. Agar qaror qabul qiluvchi odam bo'lsa, u bilan uchrashuv belgilashingiz kerak bo'ladi. Agar u odam qaror qabul qiluvchi odam bo'lmasa, demak qaror qabul qiluvchi odamni o'shanga ulab berishini shunday taklif berish kerakki, u rozi bo'lishi kerak. Mana shu ishni qila olsangiz, sovuq qo'ng'iroqlardan savdo foizlari oshadi, uchrashuvlar foizi oshadi, qaror qabul qiluvchilarga yetib borishingiz foizi oshadi, ta'sir qilishingiz, uchrashuv qilishingiz oshadi, savdo qilishingiz oshadi. Bo'lmasa yo'q.